Hurmatli obunachilar, aka-ukalar, do'st birodarlar, hammalarni kelib turgan hayit Qurbon hayiti arafasida hammalarni tabriklayman. Muborak bo'lsin. Qurbonlikka bob qo'chqorlarimiz kelgan 30 bosh, ichida bir 4 dona zot boblari ham bor. Qo'chqorlar haqiqiy xudo xolasa klasslari kelgan videosini qilib beraman inshaalloh. Aloqa chiqaryapsizlar. Qo'chqorlar haqiqiy Qirg'izistondan kelgan 7 oy oldin dehqon akamiz yetib kelganlar, 7-8 oy yemladilar. 7 oymi 8 oy dedilar. Olib kelib yemlaganlar, qo'chqorda haqiqiy akalar qurbonlikka bemalol bo'ladigan pokiza boqilgan konkretni garantiyali qo'chqorlar kelgan akalar. Men sizlarga nomer adreslarni qoldiraman. Adresimiz Namangan viloyat Namangan tumani Tepaqo'rg'onda turib qo'ylarimiz. Bugun hafta kuniga dushanba 2-iyun sanasi. Xolos aloqa chiqasizlar, dastlabki xizmat, yetkazib berish xizmat hammasini xolos yo'lga qo'yib yetkazib beramiz. Qo'chqorlarga ko'rsatamiz mana. Akalar qo'chqorda haqiqiy yemda turgan yirik variantdan yetib kelgan, hammasi quloqlari bemalol qurbonlikqa yaraydi. 3 dan biridan ko'payib ketmagan bo'lsa bo'ldi deyilgan. Endi ozgina eni bor, baldoqda o'ndan mana ozgina o'ta katta emas. Qo'chqorlarimiz yirik o'ma. Xudo xolasa olib maza qilib qurbonlikka ishlatasiz zotga. Xo'p, zotga ichida 4 dona qo'chqor chiqarganman. Xudo xolasa uni o'zim ajratib olib ko'rsataman. Oldin qo'chqorlar sizlar bir qur ko'rib olinglar akalar mana. Yemini haqiqiy juda chiroyli yeb turgan qo'chqorlar, yirik variantdagi qo'chqorlarimiz kelgan akalar. Qirg'izistonniki garantiyali toza arashanni zotidan asli mana hammasi bunday qarasalaring aka o'zi tulov kelib, tulovini tulab bo'lgan qo'chqorlar. Sifatga ham yoradi uncha-muncha qo'ydi. Ta'mini beradigan, xudo xolasa go'zal qo'chqorlar kelgan akalar. O'ylab o'tirmay aloqa chiqaveradigan. Mono qo'y yo'qdi, uka rahmatulloh deb turib menga aloqa chiqasizlar, telefon nomerni qoldiraman. Xudo xolasa mashq qo'y yo'qdi yoki mono qora yo'qdi uka desalaring, o'zini bitta obzor qilib videosini chiqarib o'zingizga telegramingizga tashlab beraman, ko'rasiz. Xudo xolasa qo'ylarni narxini ham inshaalloh imkon qadar yo'lida qilib chiqarib yetkazib beramiz mana. Qo'chqorlar ko'ring akalar. Yemini o'ta go'zal yeb turgan akalar. Xudo xolasa olib maza qilib boqing va zotga aytgan bitta qo'chqorim bor. Zotga chiqarib beraman. Ularni chiroyli qilib zotini olib, mana shu zotdan yana bir ko'paytirib o'zimizda ham chiroyli bo'lsa, bitta aytganim mana shu qo'chqor. Eng chekkada turibdi-yu, o'ta uzun hali qo'zi aka. Hali qo'zi qo'chqor mana shu mana. Yarbonoslari hamma yo'g'i kelgan qo'chqor. Silliq, juni o'zi tulab chiroyli o'zi ketgan qo'chqorlar akalar. Oyatlar. Xo'p. Ashuni shularga bitta delna qilib ko'rsataylik. Akalar, videoni like bosmay kuzatmanglar. Qo'chqorni qarang, arzimaydimi hech yo'q. Bittadan like deb bosib, kommentariy yozib qo'yavering. Xudo xolasa mana shu kanal rivoji uchun o'zimizni xonadon, o'zimizni bir YouTube kanal ochib qo'yganmiz. Biz bloger emasmiz ortiqcha. Gaplar hal keladi, hal kelmaydi. Har xil holat bo'ladi. Ushlab tur. Endi unisiga tekta aybi borlariga rozi bo'lasizlar. Mana akalar. Zotga degan qo'yimni birinchisi mana shu bo'ladi. Ishini ko'rsatgan bitta mahkam sho'yapman. Qo'chqor yangi shakka chiqibdi. Mana. Qo'chqorni qarang, o'ta go'zal holatda. Sallajun. Hop, dumbasi mana tikka keladi. Oh, jonivor. Mahkam ushlab tur. Mana pichiladigan zotdan emas, o'tib pichilmaydi. Mana tikka dumba. Bemalol olib chiroyli qilib zotga olib boqsangiz o'ylanmasdan bo'laman. Qo'yni oldini qarang jonivor. Haqiqiy klass. Dollarda qo'ymayman aka, men 4 tani 10 million so'mdan beraman akalar, 4 ta chiqarib beraman mana. So'mga 10 million so'm. Bo'yi 90 plus. Pikila oshlarini tortib ko'rganmi yo'qmi? Mana bitta ikkitali qurbonlikka so'yaman degan akalar bo'lsa, yo bir zot yo'nalishidagisini ham tortib ber desalar, akalar mana haqiqiy qilich. Qo'chqor endi shakka chiqdi. Haqiqiy tovuqda. So'lni ko'rsatsangiz, shu ko'zi qonga to'lgan holatda. 10 million so'm akalar, $1,200, $1,500 emas mana. Videoga katta qo'y kichkina chiqadi akalar. Yaxshilab bilib olinglar. Qo'y o'ta go'zal holatda akalar. Xudo xolasa olib maza qilib qo'chqorga qo'ysangiz, so'lga qo'ysangiz, bemalol maza qilib qo'zini ishkalatini olasiz xudo xolasa. Qo'y qirg'izniki, boshqaniki emas. Garantiyali akalar. Xudo xolasa olib maza qilib, uni zotini olib, chiroyli qilib mana birorta boshqa juni yo'q, faqat simjun. Shotga junidan akalar. Xudo xolasa olasiz, maza qilib bitta sog'liq partneringizga qo'shasiz. Bolani o'ta go'zal beradi inshaalloh. Xo'p, buni 10 million so'mga beraman akalar bo'ladigani. Xo'p, yana ikkita zotga, 3 ta zotga bor, ularni ham chiqaramiz. Aytlar yurchi.
Buyur. Mana akalar navbatdagisi qo'chqordi. Mana tushirgan. Qo'l ana endi mahkam ushlab turing. Bir kishini kuchi yetishi sal qiyin masala akalar. Xo'p, tishini ko'rsatgan bitta qo'ziyda adashmasam mana shu qo'y. Eshakka chiqibdi bu ham, yangi eshakka chiqibdi akalar. Xo'p, bo'yi 95 dan ham oshib chiqdi deyapti. Mana shogird o'zi oyatli o'lchagan ekan. Xo'p, 95 pilis, 97 chiqqan ekan, 95 pilisga beraverasizlar akalar. Mana qo'chqor haqiqiy killasini o'zi tulagan, o'ta suyak yirik variant akalar. Hali yana ham buni badani og'irroq ekan. Bu shot yana ham yiriklab ketadi axir. Yana ham shot yiriklab ketadi. Qo'ydi qarang. Uzunligini, jonivorni, oyoq qo'li ham, gazi ham juda uzun emas. Qo'ydi akalar xolos mana. 10 million so'm beraverasizlar akalar bunga ham mana. 10 million oshiqcha katta summa emas, xolos olib. Chiroyli baraka topsalaring bo'ldi bizdan ham. Quloqlari ham hech bo'lmasa 20 chiqsa kerak. Ha, oyatli. 20 chiqdi. 20 chiqdi, quloqni o'lchadimi? Quloqni ham o'lchab qo'yibdi mana. 20 chiqdi. Xudo xolasa aloqa chiqarasiz, qo'yaver. Chiqar. Mana navbatdagisi zotbopini mana biza ko'ringlar, garbonoslar haqiqiy kelgan. Mana mashinasi qo'zi ekan. Mana mashinasi qo'zi ekan mana. Mana qo'shqorda haqiqiy singun kashtan variant mana. Bunlar ham azizlar o'ta go'zal. Holati o'ta ideal holatda ekan. Buni ham 10 millionga beraveramiz. Alloh xolos aloqa chiqasmi? Dastlabki yetkazib beraman inshaalloh. Zapaskan, qarang zapaskan. Zapaski o'ta katta akalar. Xolos olib maza qilib qo'shqor soliqqa qo'shing. 3 ta bo'ldi akalar. Xo'p, aloqa chiqasizlar inshaalloh. Shu 3 ta zotbopini 10 milliondan beraman. Qolganlariga akalar. Qolganlariga mana. Semiz. Mana shu ham mana. Juda oyatlandaqa. Mana. O'ta yirik variant. Xudo xolasa olib baraka topasiz inshaalloh. Yaxshilikka, quvonliklarga ishlating. Qo'yni qarang, baliqligini qarang. Mana. Haydi. Ura. Çok jonivorlar. Qo'chqorni qarang. Quruq yegan jonivorlar. Quruq yeb, turgan qo'chqorlar mana. Juda chiroyli boqiladi. Soni 30 bosh akalar. 29 ta qoldi. Bitta ketdi. 29 ta qoldi. Xudo xolasa aloqa chiqasizlar inshaalloh. Quvallarni chiroyli o'tkazib olib hammamiz tuyatgan ehsonlaringiz Allohlar yog'ida qabul qilsin. Mana bunaqangi yaxshi yirik, go'zal qo'chqorlarni so'yib hammamiz yaxshi o'tkazib oldik. Akalar aloqa chiqaverasizlar inshaalloh. Like bosib, podpiska qilib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Bitta kommentariya, bitta ikkita, hamma qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Kanalni rivoji uchun. Qo'chqorni haqiqiy yiriklari, liderlari degan qurolli bopi. Endi aloqa chiqaverasizlar. Mabodo iloyo o'zlaring kelib ko'rib olsalar ham zo'r bo'ladi akalar. Shuna kelasizlar, yuz issiq chiroyli bo'ladi. Xo'p, bularda akalar kattalarda, semizlarda 8,5 million so'mdan narx qo'ydim akalar. Yana ozmas xayri bor. Aloqa chiqasizlar, xudo xolasa 8,5 million so'mdan 4 ta, 3 ta chiqardim men zotga 3 ta ekan. Zotbopi 3 tasi 10 million so'mdan, ammo ular bo'ladigan akalar. Mana shu 3 ta zotbopi 10 million so'mdan. Qolganlarini akalar 8,5 million so'mdan qo'ydim. Aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa yana ozmas xayri bor. Qurollikka so'yadiganlarning yana ozmasdan xayri bor. Ammo qo'chqorlar akalar haqiqiy yirik, semiz. Xudo xolasa ustiga kelib olsangiz behijolat bo'ladi. O'zingiz ko'zingiz bilan ko'rasiz, qo'ydi. Xudo xolasa go'zalligini, badallarini o'zingiz ko'rib, hisobini olib savdo qila olaverasiz inshaalloh. Aloqa chiqasizlar, yo bo'lmasa o'zingiz kelsangiz, lakassalar chiroyli tashlab beramiz. Ish bitadi akalar. Ish bitmay qolmaydi inshaalloh. Chiqadi qarang, larsillab ketgan. Jonivor. Ham suyaylik, ham semiz. Mana alizot bor. Xudo xolasa aloqa chiqasizlar akalar, ish bitadi inshaalloh. Aloqa chiqaverasizlar.